Assalomu alaykum. Кейде inson qarong'ulikdan qo'rqadi. Odan da qo'rqinchlisi bu unsizlik. Durust aytasiz. Qarong'ulikda bir g'ana shamning o'zi yoqtirta oladi. Al unsizlikda bo'lsa hamma yiqiladi. Gulchehra, bugungi erkin so'hbatlashuvimiz Said Ahmadning Jimjitlik hamda Mirkarim Asimning Zumrad ichra nur kitoblarining arasida bo'lsin, hamda o'sha ziyoli klub a'zolari, ya'ni qizlarimiz bilan birgalikda o'sha ikki kitobdan olgan o'zimizga ta'sirlarimizni, o'zimizning erkin fikrimizni aytamiz. Qizlar, jimjitlik. Asardagi jimjitlik nima ramzi? Bu jimjitlik, ya'ni xalqning o'z dardlarini ayta olmasligi, hattoki erkin fikrlar bildira olmasligi hisoblanadi. Lekin asarda Said Ahmad asosan jimjitlik nomini ko'chma ramziy ma'noda ifodalaydi. Nima uchun deganda, asarda o'qigan har bir inson biladi, hech qanday bu yerda sukut, jimlik saqlash yo'q. Bu yerda ko'plab muammolar, insonlarning o'z dardlari boshidan kechiradi va har bir inson sokin, jim hayotni istaydi. Shu sababli ham jimjitlik deb nom beradi. Shu sababdan Tolibjon ham o'z qishlog'iga jimlikni izlab, hayot tashvishlaridan uzoqroq jimlik izlab keladi. Tolibjon, qahramonimiz ichidagi juda qiziqarli bo'lib o'tiribdi. Endi Said Ahmad jimjitlik orqali qanday siyosiy muammolarni o'rtaga olib chiqadi? Ijtimoiy muammolar. U shunday siyosiy muammolarni olib chiqadiki, bu yerda jimjitlik orqali aytilayotgan bu xalqning ichidagi og'riqlarni ko'rib turib, bilib turib ham ular hech narsa qila olmasliklari. Gap hattoki ular qo'llaridagi harakatdan tashqari ular gapira ham olishmaydi. Menda shunday kamchilik yoki menda shunday muammo bor deb og'izlaridan ham chiqa olmaydigan darajada jim. Shu darajada ularga bu jimlik ham og'riq beradi. Chunki ular jim sukut saqlagan sababi o'zining, ya'ni boshini o'ylaydi. Sababi agar sukut saqlamasa o'ziga zarar keladi. Ya'ni biror bir tashvishga, muammoga yo'liqadi. Shu sababdan xalq jim yurgan. Asarning yozilishi ham 1988-yil Qizil imperiya davrida yozilganligi sababli shunga borib taqaladi. Endi qarangda qizlar, Said Ahmad jimjitlik orqali ijtimoiy muammolarni o'rtaga olib chiqqan, shunday tinchlikda, undamaslikda xalqning masalan qanday bo'lib so'ylamay qolganligini, erkin emasligini ko'rsatib borgan u yerda. Masalan, sizlar uchun bu kitobda neler o'zingizga oldingiz asardan? Men o'zimga oldim. Bu asarda hozirgi yoshlar mustaqillikning qadrini bilishi, hozirgi imkoniyatlardan bemalol foydalana olishi, har bir xalq o'zining huquqlarini bilishi kabi o'zimga shu xulosalarni chiqarib oldim. Bundan tashqari yana shuni xulosa qilishimiz mumkinki, bunda insonlar nimagaki erishmoqchi bo'lsa, bu yo'lda unga kimdir yoki nimadir to'siq ham bo'lishi mumkin. U hammani o'ziga yaqin olib yoki qandaydir inson yaxshilik qilayotgan bo'lsa yoki yosh bolalar bilan mehribon yoki hammaga saxiylik qilayotgan bo'lsa, u doim yaxshi yoki u juda ham saxiy inson emasligi, uning ichida qandaydir o'ziga kerakli manfaati borligi, hammadan ham doim yaxshilik kutish ham xato ekanligini ko'rsatadi. Agarda qarang qizlar, agarda o'sha kitobdagi qahramonlar erkin so'lay olganda kitobning mazmuni o'zgararmidi? Albatta o'zgargan bo'lardi, lekin kitobning asl ma'nosi nimada? Tolibjon keltirgandek asar boshida to'g'ri so'zligi uchun chetlatiladi. Bu nimada ko'riladi? Chunki chet davlatlarga ishlash uchun yuboriladi. To'g'ri so'zlikdan kelib chiqqan oqibatlari odamlarni qo'rquv his qilishiga sabab bo'ladi. Faqat bunday deyish ham to'g'ri emas. Chunki ochiqchasini gapirganda ham ko'plab narsalarni o'rgatib biladi. Masalan, oddiy asarda ham bosh qahramonlardan biri bu Birvali hisoblanadi. U shu qadar tasvirlanadiki, nima desa bo'ladi? Juda chaqqon, ayyor, ikki xil, har xil fikrda, har xil bo'ladi. Va ular ochiqchasini gapirganda ham hech kim hech narsani tushunmas edi. Balkim vaziyat boshqacha bo'lib ketardi asarda aynan. O'sha kitobni yoshlarimizga o'sini seta olmadingiz o'qish uchun? Albatta, men bu kitobni birinchi navbatda Said Ahmadning ijodidan qiziqtirib qo'ygan bu kitob hisoblanadi. Aynan bunda ko'plab narsaga menda juda
kuchli emotsiyalarni uyg'otgan hisoblanadi. Chunki asosiy hayron qolganim bu Mirvali edi. Asarni boshida shu qadar uning kirdikorlari fosh qilinmaydi asar boshida. U juda mehribon, saxiy, ochiq ko'ngil, bag'ri keng, barchaga yosh qari bilan yaxshi rais sifatida tasvirlanadi. Keyinchalik bo'lsa u o'zining kirdikorlarini fosh qilinib boshlaydi. Qanday xasisligi, uning qilgan har bir yaxshiligi, u kattaga bo'lsin, yoshga bo'lsin qilgan barcha yaxshiliklari uning shaxsan o'zining manfaati yo'lida hisoblanadi. Demak, unga qilgan manfaati uchun albatta javob qaytarilishini talab qilgan bo'ladi. Bundan tashqari Mirvalidan faqat yomon obraz sifatida qabul qilmasligimiz kerak. Chunki undan o'rganishimiz kerak bo'lgan ko'plab narsalar bor. Masalan, u nima desam, shayton kabi bo'ladi-da, o'z ishining puxtasi bo'ladi. Yana o'z ishi uchun, manfaat uchun har narsani xuddiki oldiga minglab to'rt devorni o'rab qo'ysang ham o'sha to'rt devordan qanday qilib chiqib ketishni biladi. Shuni ham o'rganish kerak bolalar. Bundan ko'rinib turibdiki, Saidahmad shunchalik kuchli yozuvchi ekanligini bilsak bo'ladi. U turli bo'yoqdorliklardan, har xil shu reallikdan olib shu asarni yozgan. Bundan u juda ham kuchli yozuvchi. Yana bu o'quvchilarga buni o'qishni yana bir maqsadda tavsiya qilishimiz mumkin. Shu davrdagi insonlarning qanchalik qiynalganliklari, tarix kitoblari yoki tarix darslik, tarix videolaridan ko'rganimizdan tashqari badiiy asarlar orqali ularning ichidan nimalar o'tganligi, qanday voqealar bo'lganligi, boshidan qanday qiyinchiliklar boshidan o'tkazganliklarini ham asarlardan shuni bilib olsak bo'ladi. Va yana o'sha kitobdagi qahramonlarning hayoti va kechinmalari, o'zini hayotida o'tgan barcha kechinmalardan biz ya'ni kitobxonlar o'rnak olib, o'z hayotimizda ya'ni adolatparvarlik haqida ham o'zimizga ya'ni shunday tushunchani olishimiz mumkin. Bu kitobda men ko'proq albatta hazil tariqasida, ammo ko'proq dangasa, tarixga unchalik qiziqishi bor-u, ammo tarixdagi yillardan qo'rqadigan insonlarga tavsiya qilaman. Unsizlik bu qo'rg'anuvmi, Nizat? Jimjitlik bu ham qo'rqinch desak bo'ladi, ham kuch desak bo'ladi. Lekin qo'rqinch deb yondashadigan bo'lsam, ya'ni xalqning o'zi fikrlarini bildira olmasligi, shu o'zimga zarar keladi, agar men o'z fikrimni aytsam, haqiqatni aytsam, meni shunaqa qilishadi deb bu qo'rqishi hisoblanadi. Endi kuch tomonidan qarasak, masalan, Tolibjon obrazi boshida o'z fikrlarini aytib, haqiqatni oldiga olib chiqadi, keyin lekin u jim qoladi. Bu undagi kuchning belgisi hisoblanadi. Jimlik. Mirvali ham o'z jinoyatlari, o'z kirdikorlarida jimlikni tanlaydi. U hech qanday fosh qilmaydi, hech kimga hech narsa demaydi, faqat jim o'z ishida davom etadi. Bu uning kuchli tarafi edi. Ammo u o'sha jimlikka erishish maqsadida ko'plab insonlarga zulm qiladi. Ulardagi jimlik esa ularning qo'rquvidan edi. Shu sababli ham jimlik ham kuch, ham qo'rquv hisoblanadi asarda. Sonda qaraymiz, eng basti qahramon Mirvalining unsizligi bu ham qo'rg'anish o'zini, ham odamlar uchun zo'mlik bo'lib topilgan, ya. Juda tushunarli bo'ldi. Endi keyingi kitobimizga o'tamiz. Qarang'ilik ichida nur, zulmat ichida nur. Bu kitobdan biz nelar oldik? Yoshlarimiz uchun bu kitob ne beradi? Mosimning Zulmat ichida nur asarida bu Alisher Navoiyning yoshligi paytida hozirgi kungacha bo'lgan davr berilgan, ya'ni u 4 yoshidan boshlab maktabga borgan, uning qanchalik qiziqqonligi, ya'ni zehnliligi, so'zbilarmonligi bo'yicha aytib o'tishimiz mumkin. Buni shu bilan yana keltirishimiz mumkin. Onasi tomonidan aytilgan g'azallarni, she'rlarni yod olgan 4 yoshli bola uni ham yod olgan, ham tushunib olgan. Ham bir tomondan adolat, u birinchi o'ringa adolatni qo'ygan. Ya'ni u bilasiz-ki, Bayazid bilan birga Husayn Bayqora bilan birgalikda taxtni birgalikda boshqaradi, ya'ni ham adolat bilan boshqaradi, ham bu yerda vijdon, ya'ni unda birinchi o'rinda vijdon turgan. Kuchli bo'lgan. Alisher Navoiy o'zining yosh paytidan boshlab Faridid Attorning Mantiqut Tayr kitobini otasining qarshiligiga qaramasdan, sen hali yoshsan, bu kitobni o'qima deyishiga qaramasdan qo'ldan olib qo'ygan paytning o'zida Alisher Navoiy bu kitobni boshidan oxirigacha yodlagan bo'ladi. Ya'ni ilmga qanchalik chanqoqligi aks etgan.
bu asarda yana bizning buyuk bobokalonimiz, mutafakkirlarning mutafakkiri Alisher Navoiyning hayot va ijodi, ya'ni uning bolaligidan qanday sarguzashtlar desak ham bo'ladi va ijodga eng yoshligidan qiziqishi, uning muhabbati haqida, ya'ni u ijodga kirib kelishi, g'azalxonlik, o'sha buyuk shoir bo'lib yetishi, mana shular haqida yozilgan. Bilim insonni qarang'idan chiqara oladimi? Albatta chiqara oladi. Xalqimiz bejizga aytmagan, bilagi zo'r bir neqar, bilimi zo'r ming neqar. Demak, Alisher Navoiy o'z bilimi, o'z kuchi bilan mana shu darajaga yetishgan. Ya'ni Alisher Navoiy bu so'z mulkining sultoni. Ya'ni Mirkarim Osim Zulmat ichra nur asarini yozganda uning qay darajada zehnli, qiziqqonligi uning shu darajaga yetishiga olib borgan. Ham Mirkarim Osim aynan Zulmat ichra nur deb turib bunday asarga nom berishining ham sababi aynan bilim hisoblanadi. Chunki qadim-qadimdan bizlarga ma'lumki, bu saroy hech qachon tinchlik bo'lgan yoki baxtli hayot ramzi hisoblanmagan. U zulmat hisoblanadi. Shu sababli ham o'sha zulmatga Alisher Navoiy qadam bosgandan keyin o'z ilmi bilan, bilimi bilan o'sha saroyga, zulmatga yorug'lik, nur taratib kiradi. Endi bu Sharmadagi adabiy kitobdagi eng bir o'zingizga ta'sirli bo'lgan yerlarni aytib o'ting, Ruslar. Eng ta'sirli bo'lgan joyi menda o'sha Yas cho'liga, ya'ni ular butun oilasi bilan ko'chib ketayotgan paytlarida, bu ko'chishning sababi ham o'zining yashab turgan yurtida notinchlik sabab bo'ladi. Ular ko'chishga majbur bo'lib qolishadi va bu ko'chish mobaynida u ya'ni oldindagi tuyalardan, ota-onasidan va boshqa kishilardan ortda qolib ketadi va qolib ketgandan keyin u nima qilishni bilmaydi, yuradi va yo'lning oxirida o'zining ota-onasi, ya'ni otasi aytib bergan o'sha sharq qayoqdan chiqishini, ya'ni sharq qayoqda ekanligini, quyosh shu yoqdan botishi yoki g'arb qayoqda ekanligini bilib, ya'ni o'qib olgandan keyin men qayerga borishim kerak ekanligi haqida u o'zi ya'ni o'ylab yetadi. Shunday ziyrakligi haqida bu yerda berilgan va eng oxirida u shuni eslab qolib, ziyrakligi bilan yo'lni topib otasining yonida boradi va shu yerda yig'lab yuboradi. Ya'ni u shu kechinmalari menda boshqacha ta'sir qilgan, ya'ni yo'qolib qolgan u, lekin bittagina masalan o'sha otasi aytgan har bir so'zni eslab qolganligi uchun ham, u ziyrakligi uchun ham yo'lni topib boradi. Ya'ni u bilimi uchun. Ya'ni bu yerda yoshlarımızga beradigan motivatsiyasi, masalan, qarang'iliqning ishidan siz bilimli bo'lsangiz, siz ilmli bo'lsangiz, qandaydir bir nur ko'rinib sol yoqqa qarab umtilasiz degan ma'nosida bildiradi. Motivatsiyasi bor, Bu juda ta'sirli joylardan biri. Meni juda qattiq ta'sirlantirgan va hozirgi kunda, hozirgi vaqtda juda nima deyiladi, juda ham o'xshash bu vaziyat. Ya'ni Alisher Navoiy butun umri davomida doim yaxshilik qiladi, o'z boyliklarini topadi. Umri hattoki vafotiga yaqin ham barcha pullarini doim saxiylik qilib keladi. Ammo hech kimga zarar bermaydi, kimgadir yomonlik qilmaydi. Lekin vafotida ham, vafot etgan vaqti uning janozasiga kelganda ham insonlar uni yomon ko'rishlari, u hatto juda ham bilimli, shu qadar bilimli inson bo'ladiki, shunchalik bilimli do'st orttirgani do'stidan ko'ra ko'proq uning dushmani bo'ladi. Doim o'sha saroydagi amaldorlar ham unga shunchalik dushmanlik qiladi, hattoki Husayn Boyqaro bilan orasini buzishga harakat qilishadi. Hattoki vafot etganda ham Husayn Boyqaroga Alisher Navoiyni yomonlashga harakat qilishadi. U hattoki vafotidan keyin ham uni tinch qo'ymaydi. Nima uchun? U juda bilimli edi, ammo u bir narsani bilardi Alisher Navoiy. U qanchalik bilimli bo'lsin, u odamlarning unga qilayotgan g'iybat yoki boshqa narsaga e'tibor bermasdi. U faqat o'zining ustida ishlash, rivojlanish, insonlarga yaxshilik qilish, bilim olish, shunga intilib yashagan hisoblanadi. Shu joyda bir narsani aytib o'tish mumkin. U boshqa amaldorlar shu paytda o'zining nimasiga, xazinasiga pul yig'ib, faqat o'zini o'ylab pul yig'gan bo'lsa, Alisher Navoiy hech bunaqa qilmagan. U pullarni esa turli masjidlar, madrasalar qurishga ishlatgan. Hech qachon o'zi uchun boylik yig'magan. U faqat xalqni dardi bilan yashagan hisoblanadi. Ammo o'sha qurdirgan masjidlar, madrasalardan uning o'z xazinasiga pul kelib turgan va hozirgi uning o'sha vaqtdagi olimlar ham hisoblab chiqqan o'sha vaqtdagi pullarni. Hozir o'sha pullarni hozirgi o'zimizdagi milliy so'm valyutamizga hisoblasak,
u hozir dunyodagi eng boy insonlarning qatoriga kirishi kerak aqlli bo'lganda, chunki arqonni uzun tashlagan desak bo'ladi, u faqat o'ziga yig'masdan bu orqali undan ham ko'p boylik topish, ya'ni madrasa, masjidlar orqali ko'p boylik topish. Menda bu asarda eng qoyil qolgan joyim, masalan, Sheris kechalar bo'ladi. O'sha paytda G'iyosiddin kichkinaning uyida bo'lgan paytda Lutfiy keladi. Alisher Navoiy o'zi yosh bo'lsa ham o'zining yozgan 2 misra she'rini o'sha payt aytib beradi. Ya'ni Orazin yopg'och ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Bu misralarini Lutfiy eshitadi hamda bu 2 misraning ichida qanchalik ma'noni ko'radi va men shu paytgacha yozgan barcha misralarimni sening shu 2 misrangga almashgan bo'lar edim deb aytib o'tadi. Shu ham qarang, bilimliligi, soncha zerikligi Navoiyning jas vaqtidagi 2 qator so'z bilan lutfini o'ziga qaratib qo'ygani chiqarmalarida. Boshqa o'zingizga ta'sir olgan joylari, boshqa joylari bormi misol? Bor. Misol uchun menda ham shunaqangi hayratga sabab bo'lgan joylari bor. Yosh bola bo'la turib, ular Yazjulidan avval ko'chib borayotgan vaqtlarida bir qahvaxonada to'xtab o'tishadi. Shu yerda bir darvish bilan ko'rishadi. Aslida u darvish bo'lmaydi. Buyuk alloma, ya'ni sayohat qilib yuruvchi buyuk alloma bo'ladi. Bu allomaning yoniga boradi. Boshqa bolalar qo'rqib undan qochib ketgan vaqtda Alisher Navoiy undan cho'chimaydi. Chunki insonlarga boshqacha mehr bo'ladi unda. Va u alloma unga aytadi, nima qilib yursizlar bolakay degan vaqtlarda biz ko'chib ketyapmiz. Buning sababi bizning yashayotgan yurtimiz notinch, taxt o'rtasida aka-ukalar o'rtasida jang bo'lyapti. Men shu joyda hayron qolganman, yosh bola bo'la turib, hali maktabda, endi boshlang'ich sinf o'quvchisi bo'lib turib, xalqdagi siyosatdan xabardor, nima uchun ko'chib ketayotganligi, nima uchun urush bo'lyapti, hammasidan xabardor. Bizning vaqtimizda yoki biz o'zimiz yosh bo'lsak, biz oddiy uyimizdagi bunday masalalarni hal qila olmasdik. To'g'ri, u bu orqali ya'ni Sharafiddin Ali Yazdiyning tahsiniga sazovor bo'ladi. Uni duo qiladi shu joyda. Endi har bir inson o'zining umrida nur topishi kerak-da, inson. Nurni inson bilim orqali topishi kerak degan ma'nosida yuqori nida ko'tarib bera olgan bu kitobning ichida men o'zimning tushunigim bo'yicha. Endi yoshlarimiz o'zlarining fikri bilan aytib o'tiribdi. Men o'zimning rasmdagi insonlarning fikri bilan so'zlab o'tiribman-da. Sababi bu kitobni men o'zim o'qiganda sol yoshligidan qanchalik bilimning ko'proq bo'lgan sari ulkaygan vaqtda umrida qanchalik qo'llana biluu bilimda qizlar sol orqali o'zlari жағдайларdan chiqib ketuvlari, masalan o'rtalarga borib o'zining 2 qator qo'shiqlari bilan odamlarni lol qoldiruvlari Navoiyning ulkan sheberlik bilan ko'rsatib bera olgan kitobxonlarga. Chunki asar bitta bo'lgani bilan uni qancha inson o'qisa, shuncha xil fikr uyg'onadi. Har kim o'z talqinida, o'zining dunyoqarashidan kelib chiqqan tarzda tahlil qiladi. Ammo haqiqiy tahlilni esa Mirkarim Osipning o'zi biladi. Nima maqsadda, nimani g'oyani ilg'aganini aynan o'zi biladi. Bizlar maktab paytida 5-sinfdan bu asar bilan tanishganmiz. Asar borasida qisqa keltirilgan qissa o'zi. Vaqt o'tishi bilan biz mana talaba bo'ldik. Buni qaytadan o'qib chiqish, qissani qaytadan varaqlash bizga o'zgacha tasavvur beradi. Alisher Navoiyni tubdan umuman o'zgacha tasavvurlar bilan hozir xalqni oladigan bo'lsak, Alisher Navoiy haqida faqat ismini, nima qilganini, so'z mulkining sultoni, yana biron nimalar bilan aytilishi mumkin, lekin uni hayotda qanday yashagani haqida hech qanday ma'lumot yo'q xalqda. Biz nima qilishimiz kerak? Biz xalqqa ma'lumot berishimiz kerak. Alisher Navoiy haqida hayot qanday kechdi, qanday qiyinchiliklar bo'ldi, kimlar bilan aloqada bo'ldi, Husayn Bayqaro hayotida qanday o'rin egalladi. Aynan mana shu borasida to'xtalishimiz kerak. Mana sol har bir yosh o'zining talg'amina say har kitobni o'qib bo'lib o'zlaricha dodalaydi. Endi bu kitobni men o'zim studentlar qatorida jasында o'qigan vaqtimda o'sha tahlilda men dodalagan bo'lgan bo'lar edim. Endi bu kitobni Mirkarim Osipning qarang'ilik ishindagi nur kitobin har o'qigan sayin Alisher Navoiyni men terengrek oldingi o'qigandan o'tkirroq darajada tanigandayman. Men kelajak yoshlarga hozirgi vaqtda bizning kelajak yoshlarimiz chet el adabiyotlaridan ko'proq qiziqib ketgan, psixologiyalik kitoblarga qiziqqan, turk adabiyotlarına qiziqib ketib o'tiribdi.
бұл кітаптарға қызықпаң оқымаң демеймін, lekin бірақ міне Мир Карим Асымның Зумрад қараңғылық ішіндегі нұр, яғни Зумрад ішіре нұр кітабын алып оқып, онdan өзіне қандай да бір үлкен бір мотивация алуды, har qanday bir қараңғылыққа түскен уақытында одан шыға білу жоллары, һәм өзін тұта білу, жеңіл желпі өмірге қарамау ұсыныс ілім үйрену бағдарларын мен мәслихат берген болар едім. Keyin asarda Mirkarim Osim tasvirlagan Alisher Navoiy nur misolida tasvirlagan, to'g'rimi? Alisher Navoiy misoli Hirotning nuri. Faqat Hirotning emas, turkiy xalqlarning nuri. Umuman olganda butun dunyo nuri deb tasavvur qilsak ham bo'ladi. Alisher Navoiy butun hayoti davomida ko'plab asarlar yozgan. Dunyoda birinchi eng ko'p so'zlar qatnashtirgan alloma qanday buyuk inson ekanligi, aynan kimlar bilan ish tutgan, qanday Hirotni gullab yashnattirgan, nima qilgan, qanday madaniy ishlar olib borgan, aynan bu borasida kitobda keltirilgan xulosalardan kelishimiz ham mumkin. Bolaligi qanday o'tgan, bunday buyuk mutafakkirni bolaligi qanday o'tgan, agar mana shu narsalar haqida biz bilib olsak, bu haqida o'zimiz xulosa chiqara olsak, biz uchun qanday baxt bo'lardi. Bu o'rinda Mirkarim Osimdan shunday minnatdorchilik bildirishimiz mumkin, chunki u izlangan, Alisher Navoiy haqida, o'z hayoti haqida vaqt ajratib, unga misoli bizni tasavvurimizga mos keladigan qilib asar yaratgan. Qarаңызlar, бұл кітаптың ішінде Alisher Navoiy 4 жасынан бастап ilmге құштар болады. Біздердің қазіргі дәуірдегі балаларымыз 4 жасында балалар бақшасында жүреді. Мәселен, YouTube каналдарын көреді, социалдық тармақтарға көбірек өздерін бақшылап кеткен болып, кітапларға онша ilmге, кітапқа деген ітібарсыздығы көбірек деп көбірек айтылып жатырды. Мәселен, Alisher Navoийның сол 4 жасынан бастап ilm алуы бұл илахи күш пе? Не деп ойлайсыз? Alisher Navoiyni aynan u haqida to'xtaladigan bo'lsak, yosh paytidan aynan ilmga chanqoqligi undan ilohiy berilgan. Yana unda oilasini o'rni katta, chunki G'iyosiddin kichkina o'zi Sabzorga hokim bo'lgan, ilmli odam bo'lgan, ilmni yaxshi ko'rgan, har doim uyga nuroniylar, ilmlilar yig'nalib kelgan. Yoshligidan Alisher Navoiy shuni ko'rib katta bo'lgan. U 4 yoshigacha qanchani aynan otasi emas, ona tarafdan ham ota, ham ona tarafdan ilmga bo'lgan qarashlari yoshligidan shakllantirilgan. Onasi g'azallar yozgan, g'azallar aytib bergan, Allani o'rniga g'azallar, turli baytlar keltirgan, allomalar haqida fikrlar keltirib bergan. Alisher Navoiy, яғни бұл да біздердің қазіргі күнде ата-аналар үшін айтатын бір ұсынысам, мен өзімнің тарапымнан бір пікір болып қалды. Сіздің айтқаныңыздай, шаңырақта отырып, шаңырақта ата-ана кітап оқыса, демек балаларымыз да кітап оқиды деген мәністі аңлатып тұр. Себебі мен бір неде оқып қалдым, сондай қытайлық бір әке жұмысшы болып құрылыста жұмыс істейді екен, әмде құрылыстан шаршап келсе де, кеш құрылары үйіне келіп, қаншалықты шаршаса да, 7 жасар қызы бар екен, кітапты алып, бетін ашып, ұйқыласа да, оқымаса да кітабын ашып деп қарап отырады екен да. Оны көрген қызы социалдық тармақтарда, телефонларда отыруға ұялып, әкем кітап оқып отырыпты ғой, мен неге кітабымды оқимаймын деген мәністе сұрауды өзіне беріп, ол да кітабын оқып, сондай не қылынған. Бұл демек ата-аналардың шаңырақтағы тәрбиесі деген мәністі аңлатып тұрды да, мен бұл кітаптан өзіме сол нені алдым да, демек біз өзіміздің шаңырағымызда кітап оқуымыз керек, әмде балаларымыздан соны талап етуіміз керек екен да. Sizning savolingizga yana bir marta qaytadigan bo'lsak, buni to'g'ri tadqiq qilishimiz kerak. Uning ilohiyligi nima edi degani, bu uning yodlash qobiliyati edi. U yodlashga o'rganilgan narsani bir marta aytilsa, u qayta-qayta aytish shart emas, u yodlab oladi. Bu ilohiy edi. Ammo uni ilohiy qobiliyatini, ilohiyni uni yutuq komil shaxs insoniga olib borishida esa uning ota-onasi, oilasi sababchi bo'ldi. U faqat masalan o'sha ilohiylik boshqa insonga berilgan taqdirda ham boshqa bir muhitda, boshqa bir oilada tug'ilib qolganda, unda bu
qadar kuchli inson bo'lmas edi. Unda oilasi sababchi bo'ldi. Uni ilmga chanqoqligini qondirishga harakat qilishdi, unga to'g'ri yo'l ko'rsatishga, unga bilim nima kerak bo'lsa o'sha narsani berishga harakat qildi. Uning ilohiyligi, uning yodlash qobiliyati va chanqoqligi edi, qiziquvchanligi. Aynan ota-onasi uning qiziquvchanligini inobatga olib, ko'proq narsalarni o'rgatishga harakat qilgan. Kitoblar tarixning jalli kartinasini megzeydi. Sebebi onдағы bayonlagan voqealar temasidan kelib chiqib, haqiqiy turmush shillig'in suretlay olgan ikki kitobda. Kitob qanday bo'lishidan qat'iy nazar tarixiy bo'ladimi, fantastik, jangar bo'lishidan qat'iy nazar albatta inson hayoti bilan bog'liq. Inson hayotidan olinadi. Kitob faqat 2 bet bu kitob bo'lib qolmaydi. Kitobdan nimadir o'rganish bu haqiqiy kitob hisoblanadi. Kitob sizga nimadir o'rgatdimi, demak bu kitob. Demak bu muallifning qo'lidan kelgan eng katta mahorat hisoblanadi. Kitobxonni yillar davomida olgan eng asosiy bilimi bu kitobdan olingan emas, tushunganlari. O'qigani emas, bu anglab olgani. Demak, har bir kitobda biz quruq o'qib ketmasdan, uning mazmunin shag'i tushunib o'qishimiz kerak ekan. Keyin aytilgan kitobni ko'p o'qish zararmi yoki foydalimi deb to'xtaladigan bo'lsak, ko'p aytadi, asalni ham og'zi shirin deyiladi. Yiliga 10 ta kitob kamida o'qish kerak. Ko'pi bilan 50 ta kitob o'qish kerak. Bundan u yog'i zararmi desa, ha, zarar. Chunki insonda shunday narsa bor, ruhiy bosim, ruhiy chekinish degan narsa. Chunki psixologiyada inson yolg'izlik, kitobda aytadi, ba'zan depressiya holatlariga ham kitob bilan o'zini chekinish holatlari bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy hayotda ham odamlar bilan ham muloqot qilish kerak. Faqat kitob bilan bog'lanmaslik kerak deb hisoblayman. Har bir o'sha kitobxon kitobni o'qiyar ekan, muallif unga nima demoqchi ekanligini, undan qanday o'rnak olishi, xulosa chiqarishi va uni hayotda ham qo'llab bilishi, shularni o'zi kitoblar masalan 2 xil bo'ladi. Ba'zi bir kitoblarni shunday qo'limizga olamiz. Masalan, birinchi betini o'qiganimizda hech qanday qiziqarsiz, hech nima tushunmaymiz. Lekin Said Ahmadning Jimjitlik romani hamda Mir Karim Osimning Zulmat ichra nur romani birinchi bobidanoq insonni o'ziga qiziqtirib, jalb qilib oladi. Aslida har bir odamni hayoti bu kitob hisoblanadi. Lekin ayrim asarlar shu qog'ozga tushiriladi, lekin ayrim odamlarning hayoti qog'ozga tushirilmaydi. Lekin bunda bir narsa undan chiqqan xulosa hisoblanadi. Demak, usuni bizlar o'zimiz eng-kengda shumaq etib olamiz. Kitoblar tarixning jalli kartinasini megzeydi. Sebebi onдағы har bir bayonlangan voqea temasidan kelib chiqib, haqiqiy turmush shillig'ini suretlagan bo'ladi. Xo'sh, keyingi libkasda ko'rishguncha deb qolamiz. Foydalanuvchilarimizdan albatta kitobni o'qishni emas, ulardan o'qib olishni maslahat beraman.